Mashalloh. Aka, yangi boshlab turganlarga qanday tavsiya berasiz? Novoz boqish bo'yicha. Kichinasidan siz olib boqqansizki, mana misol uchun olganingizda 21 million 700 ming. Hozir o'zi eng kichinasi ham 30 million, eng og'li o'zi nima 34 million chiqsa kerak bu boshdagilar. Qanaqa foydalar? 35 qilib ketdi, bermadi. Tanlab ichidan oladigan bo'lsa 65 dan olib ketaversin. Tanlab olsa taroziga 65 Taroziga, ming. mana tarozi bor. Tarozi bor, xo'p. Olib ketaversin. Xo'p. Agar quyuq suyug'iga olaman deydigan bo'lsa, Aha. 62 dan shuni olib ketaversin. Mashalloh, zo'r. Lekin boplabsiz aka, suv ichini qarang. Boshi qo'yib qoldim, qarang. Aka, kecha ichar ekanda. Hurmatli obunachilarimiz, hozir solingan bug'doyni akamiz mana shu Altemur drablikasida nima chiqarib olishar ekan. Ha, buni chiqarganda alohida to'kib olanar ekanda. Ha. To'kib olinadi. Ha. Degan Retsept qaranglar, hurmatli obunachilarimiz. Buni hurmatli obunachilarimiz o'zi bug'doyni sug'orishar ekanda. Mashalloh. To'ldirib olasizmi aka buni? Ha? tepasida ham bor. Mashalloh, maza qilib uxlayapti, nima bo'lsa, maza qilib uxlayapti. Ha, og'ir tepasida ham bormi aka? Ha, mikroklimat bor. Qarang, zanjir qilingan, bu zanjir birinchi kelganda botardi mana bu joyiga. Yara qiladi. Ha. Undan keyin oddiy shilang. Shilang bilan simni ovalada ras tartsa, shilang ichiga. Hammaga assalomu alaykum, baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Jizzax viloyati Baxmal tumani qaysi qishloq edi? Uzunbuloq qishlog'iga kelganmiz.